Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan birgalikda bugun mana bunday Xitoyda tayyorlangan litioniy batareyka, железо fosfat 20 tur S ga 105 ampere soat 8 kilovatlik juda ham chiroyli qilib yig'ilgan mana shunday bir batareykani hozir razbirat qilamiz. Buni problemasi kuchlanish berganda BMS защитаga o'tib tok bermay qolyapti. Shuni hozir birgalikda siz bilan razbirat qilib remontga kelgan bu. Razbirat qilamiz. Prichinasini ko'ramiz qani. 72 volt 22 gradus batareyka. Zaryad 0. Batareykamızın ichki tuzilishi. Bu yerdan minus kelib BMS ulangan, BMSdan chiqib keyin zaryadkaga, расходga ketadi. Plyusimiz prямо batareykani oxiridan plyusdan olinadi. Hozir qani dalshi yacheykaga razbirat qilamiz. Mana shu holatda. Aytganimdek 24 ta 105 ampere soatlik batareykamizda 24 ta последовательно zigzag qilib qo'yilgan. Xullas do'stlar, bu batareykamizda shunday решениyaga keldik. Buni razbor qilganimizda mana ko'rib turganingizdek BMS. Endi bu zavod mumkin qandaydir katta производство chiqarar. Xitoydan готовый kelgan. Mana shu holatda krishkasini. Bular katta nagruska bergan vaqtda bu защитаga o'tadi. Защита qilib bu minusdan kelayotgan tokkni uzadi. Bu yerda diodli moslar bo'ladi. Shu diodli moslar uzadi, tok bermaydi. Xullas batareykani bir qandaydir katta xavfdan saqlaydi. Chunki buni nastroyka qilib bo'lmaydi. Biz hozir shunday решениyaga keldikki, mana bunday bu ham Xitoy mahsuloti BMS 2 amper balansirovkasi bor. 2 amper balansirovka, постоянно 200 amper постоянно 350 maksimum 350 amper maksimum tok beriladi. Bu vaqtinchalik. Постоянно beradi. Постоянно 200 amper. 8S dan 24S gacha yig'ishingiz mumkin. Komplektida mana shunday ko'rinishda keladi. Bu provodalari shu har bitta batareyka ko'lamiga provodlar. Bu yerda datchik temperaturasi bo'ladi. Buni olib tashlab, o'rniga buni qo'yamiz. Qani boshladik bo'lmasa. Bizga kerak bo'ladi. Kabellari. Mana bu fishkalari bu yerga tushmaganligi uchun tushmaydi. Конечно, bu boshqa производство.
Shuning uchun biz bu yerga mana bularni payat qilishimiz kerak. O'zini fishkasini. Shuning uchun biz buni qirqib tashlaymiz. Qirqib nariga o'zinikini payat qilamiz. Minusdan boshlab kelaveramiz qarab. Simlarimizni tayyorlab oldik. Endi payat qilamiz birma-bir. Endi BMSimiz kerak. Qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda ham juda ham ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak bo'ladi, chunki bu simlarning har bittasida tok bor. Chunki har bittasini borib techakan pilusi bo'lingan. Birinchi pilus bilan ikkinchi pilusda o'sha 3 volt tok bor. Shuning uchun biz juda ham bir ehtiyotkorlik bilan mana bunday termosatka 201 razmerlik termosatkani qirqib olamiz. Endi minus tomondan kelganmiz. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu tarzda hammasini navbati bilan ulab chiqamiz. Bizga payatlik kerak bo'ladi. Payat qilgan joyimizni shunday termosatga kiygizdirib izolyatsiya qilamiz. Mana shu tarzda endi to 24 gacha boramiz. Nihoyat mana 24-sini ulab bo'ldik. Payat qilib bo'ldik. Endi ikkinchi plus 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, 18, 21 volt, 23 9, 27, 29, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 72 volt. 72 voltli batareykamiz. Xolos bu nominal razryad. Zaryadkaga polni to'g'izganimizda yana ko'payadi. Hozir bu eng pasti zaryadi o'lgan paytda 72 volt. Xolos, ulashimizdan oldin B- ga nakonechnik qotiramiz. Press bilan bosib olamiz hozir. 25 lik nakonechnik juda ham mos keladi. 7 VGA многожильный, yaxshi провода, качественный. Batareykamiz polностью tayyor bo'ldi. BMS uladik. 2 marta signal cholib, uchinchisida uzun chekna signal choladi zapuskat bo'lganda. Dumaloqcha podsvetkasi bor. Bosdik yana. BMSimiz ishga tushdi. Endi sekin buni tokini ko'rsak bo'ladi. Прямой batareyadan minus plus olamiz, minus через BMS. 72 volt batareyamizni toki hozirga. Tayyor. Krishkasini yopamiz. Chelyabinsk oblastga ketadi.
germetik qilib yopamiz. Displey almashtiramiz, JK yonikidan qo'yamiz. Bitganini videosini qo'yaman, xohlasin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, shunaqangi qiziq, chiroyli batareykalar remont, sborka. Aytgancha sizga qanaqa batareya kerak? 36 mi, 48 mi, 12 mi, 24 mi, 72 mi, farqi yo'q. Xohlagan batareykangizni zakaz qiling. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, butun Rossiya bo'ylab dastavkalarimiz bor. Butun dunyo. Qayerga desangiz dastavkadan jo'natib beramiz. O'zingiz xohlagan yonkisda, o'zingiz xohlagan voltda. Juda ham kачественный batareykalarimizga Xitoydan original batareyalar keladi. Jekichan o'sha bizga jo'natadigan batareya Xitoy nomi, ismi. 50 yilga garantiya beryapti. 50 yilga garantiya bersa bu 50 yil hali yana Xudo umr bersa 50 yil yashaymizmi yo'qmi? Bizga 50 yil emas, shuni teng yarmini qilaylik, hisoblaylik. 25 yilga yetsin. 25 yil ichida nimalar bo'laydi? Sizni faqat batareykangiz ishlayveradi. Motosiklingiz bo'ladimi? Boshqa narsalarmi? Velikmi, skutermi? 25 yil yursin, batareykasini avaylab asrab ishlatib yursangiz, motosikillaringiz chirib yo'q bo'lib ketadi, lekin batareyka turaveradi. Ularni korpusini chiroyli yasab, yaxshi korpusga qo'ysangiz, qoidasiga rioya qilgan holatda ishlatsangiz, sizga ancha xizmat qiladi. Qayerda bo'lsangiz ham boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, doimo Yaratganning panohida bo'ling. Podдержка uchun katta rahmat.